seni nasabing tozami, sen kimsan degan gaplarni kommentariyada yozishibdi. Bunga sabab kecha Toshkentga kelayotgan viloyatliklar yoki umuman olib aytganda O'zbekiston ichidagi millatchilik ruhini gapirib chiqqanim bo'ldi. O'sha videoni profilimga kirib ko'rib olishinglar mumkin. Juda ko'pchilik to'g'ri tushungan, juda ko'pchilik noto'g'ri tushungan, noto'g'ri talqin qilingan. Men aytdimki, Toshkentlik degani hamma narsani qiladigan degani emas, Toshkentlik degan xohlagan gapni gapiradigan inson degani emas deb viloyatdan kelib olib o'zidan Toshkentlikni yasab oladigan yoki Toshkentda o'zida turib kibrni yoqadigan insonlarga qarata aytdim. Bu gapni hozir ham aytaman. Biz rivojlanishimiz kerak. Bu rivojlanish uchun biz avvalo ichimizdagi millatchilikni yo'qotishimiz kerak. Keyin nasab masalasi. Men aytdim videoda, har bir millatchi inson, odam ajratadigan insonni katta ehtimol bilan nasabi toza emas dedim. Bu gapni hozir ham ayta olaman. U xoh viloyatdan bo'lsin, xoh Toshkentdan bo'lsin. O'zi aslida viloyatdan, Toshkentdan gap degan gapimni o'zi noto'g'ri. Chunki bitta O'zbekiston hududida yashayotgan insonlarmiz. Meni gapim umumiy ma'nosi odam ajratadigan insonlarga tegishli, boshqa hech kimga tegishli emas. To'g'ri tushunganlarga avvalo rahmat. Tushunishni xohlamayotganlar bo'lsa, Xudo sabr bersin.